O'rtoqlar, yoz issiq kunlarda oila davrasida o'tirishga nima etsa? Mana bu yoqqa bitta klimat kontroli o'rnatib, basseyn qurib olsa, undan ham zo'r bo'lardi. Uchtepa tumanidan tayyor xonadon so'ragan aka-ukalarimiz uchun zo'r variant topib qo'ydim. Assalomu alaykum. Qulay manzilda bugungi obzorimizda Uchtepa tumani Oqmachit mahallasida bo'ladi. 4 sotuvli xonadonimizni bugun obzorini qilamiz. Mana fasadlarni ko'rishingiz mumkin. Fasadi 16-27. Ko'chalarni qaranglar, ko'chalar ham kattagina. Qo'shnilarni qaranglar, bu yerda bog' qilib qo'yishibdi. Hozirgi uy ichidan obzorini qilib beraman. Xonadonimizga kirganimizda mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda kirish eshigi tapchallar o'rnatilgan. O'ng tarafimizda ikkita xona, chap tarafda ham ikkita xona bor. Mana bu yerda stol stulli qilingan, oila davrasida o'tirishga zeleoniy zona, bu yoq taraf ham, u yoq taraf ham. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. 2 etajdan 3 ta xona. Sanuzel oshxona bu yoqda. Hozirgi ichkaridan obzorlarni ko'rsataman. Kirishimiz bilan ikkinchi etajga chiqadigan zina o'ng qo'limizdagi zal joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Zalda ham akkuratniy, remontlari svejiy. Mana bu yoqda bo'lsa, ayollarimizning sevimli xonasi, oshxona ko'rishingiz mumkin. Hozirgi ikkinchi etajni ko'rsataman. Ikkinchi etajga chiqqanda, mana chap qo'limizda yana bitta zal joylashgan. Remontlari svejiy, akkuratniy bo'lib turibdi. Xo'p, bu yoqda bo'lsa, yana bitta spalnya bor. Mana. Bu yerda o'zini dushavayasi bor. Hozir endi xonadonimizni bu yoq tarafini ko'rsataman. Mana kirishimiz bilan bitta spalnya qilib qo'yishgan ekan. Bu yerda ikkinchisi ham mana spalnya. Bu xonadonimizni 210 ming dollar baholayapmiz. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda opsiyaniyada barcha ma'lumotlarni qoldiramiz.